Күшнің 5 xil shakli. İngilizcedən Hikmətyar İbrahim tərcüm qıyğan. Mənbə Uyğurlar Tor jurnalının 13-cü sanından elindi. İş ornida күшнің nədən keldiganligini tushunish. Özünün mukofotlash yoki jazolash qobiliyatiga tayanib ishlarni yurishtiradigan bir liderni tasavvur qiling. Andın öz sohasida mutaxassislashganligi bilan tonilgan yoki durustligidan sizning hurmatingizga sazovor bo'lgan boshqa bir liderni xayolingizga keltiring. Bu ikki liderga ishlash kishida qanday ta'sir qoldirdi? Siz uchun bu ikkisidan qaysi yaxshi? Liderning sizga tutgan pozitsiyasi va sizning xizmat unumingiz qatorliqlardan har ikkisi liderning kuch manbasiga bog'liq. Uning kuchi, uning huquqda tutgan o'rni yoki unvoniga bog'liq emas. İctimoiyat psixologi John French va Bertram Raven bu hodisani yarim asr ilgari tadqiq qilgan. Bu tadqiqot vaqtining ilgirligiga baxmay, bu ikkilarning tajribasi nemishqa ba'zi liderlarning bizga ta'sir ko'rsatganligi, biz ularning kuchini qabul qilishga qanchalik darajada tayyor ekanligimizni. Shundaqla, navoda siz bir lider bo'lgan taqdirda o'z xizmatchilaringizning eng yaxshi ifodasiga erishish uchun yangi kuch manbalarini qanday taraqqiy qildira oladiganligingizni tushunishingizga yordam berdi. Kuchni tushunish. French bilan Raven 1959-yili kuchning 5 xil asosini mundaq bayon qilgan. Qonuniy kuch. Bu kishining talab qilish huquqi, shundaqla boshqalardan o'ziga bo'ysunishni kutish huquqi bo'ladi degan tushunchadan kelgan. Mukofotlash kuchi. Bu kishining boshqa birining moslashishi uchun to'lam to'lash iqtidoridan kelgan. Mutaxassislashish kuchi. Bu kishining yuqori mahorati va bilimiga asoslanadi. Foydalanish kuchi. Bu kishining jalb qilish kuchi, qadr-qimmati va boshqalarning haq-huquqini hurmat qilishining natijasi. Majburlash kuchi. Birov boshqalarni bo'ysunmaganligi uchun jazolay oladi degan tushunchadan kelgan. 6 yildan keyin Raven yuqorqilarga yana bir kuch asosini qo'shgan. Uchur kuchi. Bu birovning boshqalarning ma'lum bir ishini o'rindash uchun ehtiyoji tushadigan uchurlarni kontrol qilish iqtidorining natijasi. Kuchning yuqorqidek o'xshamagan turlarini tushunish orqali to'liq unumini ko'rish uchun aktiv kuch turlarini ishga solishni, shundaqla boshqaruvchilar hadislar yo'nalib oladigan passiv kuch asosidan saqlanishni o'rganib olaysiz. Kuchning asoslari. French bilan Ravenning kuch asoslarini martaba bo'yicha va shaxsiyat bo'yicha ikki turga ayirib ko'rib chiqayli. Martabaga asoslangan kuch manbalari. Qonuniy kuch. Bir prezident, bosh minister yoki bir podshoh qonuniy kuchga ega bo'ladi. Shuningdek, bosh lider, diniy minister yoki o't o'chirish atirti boshliq qatorliqlarmi qonuniy kuchga ega bo'ladi. Saylam huquqi, ijtimoiy tabiqa, madaniyat mizoni, tashkiliy qurilma qatorliqlarning hammasi qonuniy kuchni asos bilan ta'minlaydi. Biroq bu xil kuch turaqsiz bo'lishi va oldin mo'ljallangan bo'lmasligi mumkin. Navoda siz huquq martabangizdan ayrilsangiz, sizning qonuniy kuchingiz shu hamon yo'q bo'ladi. Chunki kishilar sizga qaraganda siz ega bo'lgan martabaning ta'siriga uchraydi. Shuningdek, sizning huquq doirangiz boshqalarning sizni kontrol qilish huquqingiz bor deb qaragan ahvollar bilan cheklanadi. Masalan, o't o'chirish atirtining boshlig'i kishilarga o't ketgan binodan yiroq turishni aytsa, kishilar uning buyrug'iga quloq selishi mumkin.
Biroq u ikki kishining bir-biriga texmo adablik muomala qilishini amalga oshirishga tirishsa, u ikkalan uning ko'rsatmalariga quloq solmaydi. Mukofotlash kuchi. Huquq beshidagi kishilar doimli boshqalarni mukofotlashga qodirdir. Darajasini o'stirish, ko'ngliga yoqadigan xizmatni berish, tarbiyalanish fursati yaratib berish, shundaqla oddiy ravishda maqtash qatorliqlarning hammasi huquq ustidagi kishilarning kontrolligidagi mukofotlardir. Navada boshqalar siz umid qilgan ishni qilish bilan sizning ularni mukofotlaydiganligingizdan umid kutsa, ularning siz umid qilgan shu ishni qilish mumkinchiligi nihoyat yuqori bo'ladi. Bu kuch asosining kamchiligi shuki, mukofotlash kuchi tunji qatim ko'rilganidek kuchli bo'lmay qolishi mumkin. Nazoratchi maosh o'stirishni kamdan kam ishga oshira olishi mumkin. Boshqaruvchilar doimla o'z huquqining o'sishini kontrol qila olmaydi. Hatto bosh direktorlar ba'zi ishlarda o'z xo'jayinining ruxsatiga muhtoj bo'ladi. Shuningdek, siz mukofotlash kuchingizni ishga solganingizda yoki mukofotingiz kutilgan darajaga yetolmaganda sizning kuchingiz ojizlashadi. Majburlash kuchi. Bu xil kuchmo boshqa tinchiligi bo'lgan, suiiste'mol qilinishi mumkin bo'lgan kuchdir. Uning ustiga majburlash kuchi majburlanuvchilarning noroziligini yoki g'azabini qo'zg'ashi mumkin. Tahdid silish yoki jazolash doim ko'riladigan majburlash vositalari hisoblanadi. Siz boshqalarning ishdan bo'shatilganligini, darajasining tushirib etilganligini yoki imtiyozdan mahrum qolganligini bildiradigan chog'da majburlash kuchingizni ishga selayotgan bo'lasiz. Garchi sizning o'rningiz mushunday qilishingizga ruxsat qiladigan bo'lsa-mu, biroq bu hargizmi sizning mushunday qilish orzuyingiz yoki sababingiz borligini bildirmaydi. Siz ba'zida eng bo'lmaganda kishilarni jazolashga muhtoj bo'lasiz. Biroq majburlash kuchingizni bak ko'p ishiltivatsangiz, kishilar yeningizdan ketib qoladi. Yoki hatto siz ularni bo'zaq qilg'uchi sifatida arz qilinish xatiriga duch kelishingiz mumkin. Uchur kuchi. Kishilar ehtiyojli bo'lgan uchurlarni kontrol qilishingiz sizni kuchli o'ringa ega qiladi. Maxfiy moliya doklatiga ega bo'lish, kimning ishdan qo'g'lindiganligini bilish, xizmatchilaringizning yillik dam olish kunini nada o'tkazdiganligini bilish qatorliqlarning hammasi uchur kuchining misollaridandir. Bugungi iqtisodiy davrda uchur alayda unumdor kuch hisoblanadi. Kuch bevosita holda uchurdan kelmaydi. Biroq kuch uchurga ega bo'lishdan, uni boshqalar bilan o'rtoqlashish o'rniga ega bo'lishdan, uni yoshirishdan, uni boshqarishdan, uni o'zgartirish yoki maxfiy tutishdan keladi. Kuchning bu xil shaklida siz uchur orqali boshqalarga yordam qilasiz yoki siz qo'lingizdagi uchurni boshqalarga qarshi qurol sifatida ishlatasiz. Shaxsiyatga asoslangan kuch manbalari. Kuchning bu xil martabaga asoslangan shakliga tayinish so'g'uq, texnikalik, yalangto'sh liderlikni keltirib chiqardi. Siz haqiqiy lider bo'lish uchun nom atoqdan, mukofotlash yoki jazolash iqtidori va yoki uchurga erishish iqtidoridan bakroq amaliy kuch manbasiga muhtoj bo'lasiz. Mutaxassislik kuchi. Siz o'zingizni ma'lum bir ahvolni tushunishingizga, hal qilish chorasini o'ttirg'i qo'yishingizga yoki to'g'ri hukm chiqarishingizga yordam qiladigan bilim yoki hunarga ega bo'lsangiz, boshqalarni texmi yaxshi boshqara olasiz. Kishilar sizning so'zingizni anglaydi, sizga ishonadi va aytganlaringizga hurmat ko'rsatadi. Ma'lum bir jihatda mutaxassis bo'lsangiz, sizning fikrlaringizning qimmati bo'ladi. Shundaqli boshqalar shu sohaning liderligi uchun sizni izlaydi. Uningdan sirt
öz işencinizni hal qılğuç rol oynash ortiqchiligingizni va shuhratingizni boshqa tema va masalalarga kengayta olasiz. Mana bu mutaxassislik kuchingizni barpo qilish va saqlab qolishdiki, shundaqla liderlik iqtidoringizni oshirishingizdagi yaxshi chora hisoblanadi. Siz mutaxassislik kuchini oshirishga aloqador materiallarni o'qish orqali o'zingizni kuchaytirib, mutaxassislik kuchini liderlikdagi ta'siri kuchlik asos sifatida qo'llansangiz bo'ladi. Paydalanish kuchi. Paydalanish kuchi birovning boshqa birovni yaxshi ko'rishi, hurmatlashi va uni tunishidan keladi. Mashhur shaxslar paydalanish kuchiga ega bo'ladi. Mana bu ularning kishilarning nima setib olishidan tortib, ularning kimga saylam bilet tashlashiga qadar ta'sir ko'rsatishidagi sabab hisoblanadi. Paydalanish kuchiga ega bo'lgan kishi xizmat o'rinlarida doimli har bir kishiga xushallik ato qila oladi. Shunglashqa u nihoyatda zo'r ta'sir kuch yaratishga moyil keladi. Paydalanish kuchi balkim bir cho'ng majburiyat bo'lishi mumkin. Chunki siz uningga erishish uchun hech qanday badal to'lab bermaysiz. Shunglashqa paydalanish kuchi nihoyat osonla suiiste'mol qilinishi mumkin. Kishilarning yaxshi ko'rishiga erishgan, ammo samimiyati va durustligi yetarsiz kishilar balkim kuchini oshirib, bu xil kuchidan foydalanib, boshqalarga ziyonkashlik qilishi, kishilarni yaklashi, shundaqla shaxsiy manfaatga erishishi mumkin. Nuqul holda foydalanish kuchiga tayinish, uzoq davr surishni va hurmatga erishishni orzulaydigan liderlarga nisbatan yaxshi taktika hisoblanmaydi. Halbuki foydalanish kuchi mutaxassislik kuchi bilan birlashgan chog'da mana bu sizning ko'p utuqlarni qozonishingizga yordam berdi. Muhim nuqta. French bilan Raven 1959-yili kuchning munu 5 asosini o'tirg'a qo'ygan. Qonuniy kuch, mukofotlash kuchi, mutaxassislik kuchi, foydalanish kuchi, majburlash kuchi. 6 yildan keyin yuqorqilarga yana bir kuch asosini qo'shgan. Uchur kuchi. Har qanday shaxs kuchga ega bo'lib, boshqalarga ta'sir ko'rsata oladi. Buni qo'lga keltirish uchun sizning muhim xizmat unvoningiz yoki cho'ng ishxonaga hojatingiz yo'q. Biroq siz kuchning o'xshamagan shakllarini tonisangiz, u holda yuqorqi kuch shakllarining eng passiv turini ishq solg'uvchilarning ta'siriga uchrashdan saqlanib qola olasiz. Shundaqla o'zingizni mutaxassislik kuchi va foydalanish kuchi jihatda taraqqiy qildirishga diqqatingizni markazlashtira olasiz. Bu sizning ta'siri kuchlik va unumdor lider bo'la olishingizga yordam berdi. Bu kuch shakllarini o'z hayotingizga tatbiqlang. Birinchi, har bir kuch asos to'g'risida inchiklik bilan izdining. Hamda mushu turdagi kuch asoslarini qachon, qandoq ishlatganligingizni yezib chiqing. Ikkinchi, mushu xil kuch asoslarini to'g'ri ravishda ishilta oldingizmi yo'q? Bu haqda o'zingizga savol qo'ying. Kutilgan va kutilmagan natijalarni ko'z oldingizga keltiring. Shundaqla keyingi qatim qandoq yangicha shaklda ish qildiganligingizni qaror qiling. Uchinchi, sizga kuch ishiltalaydigan va ta'sir ko'rsatadigan kishilarni o'ylang. Ular qaysi xil kuchlarni ishiltadi? Ular qo'lidagi kuchni to'g'ri shaklda ishiltalamdi? Zarur tepilganda birovning sizga uyg'unsiz shaklda kuch ishiltishini azaytadigan strategiya tuzib qo'ying. To'rtinchi, o'zingizni kuchsiz his qilganingizda yoki boshqalarning ta'siriga bak uchrab ketganligingizni sezganingizda qanday qilib o'z kuchingizga va o'zingizni kontrol qilishga
qayta alaydiganligingiz to'g'risida o'ylaning. Qandaqlı bo'lmasin, siz hargizmo kuchsiz emas. O'zingiz ega bo'lgan kuchdan texmi yaxshi xabardor bo'lishni, shundaqla uni insoniylikqa uyg'un shaklda ishqa silish orqali o'zingiz ehtiyojli narsaga erishishni nishonlang.